Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Hop, manzilimizni yana qaytadan tushuntirib o'taman. Mana 222 yo'ldan kelishdi. Sholdiraman milliy taomlari yozib qo'yganmiz o'zimiz. Shunday masjiddan kelishdi mana. Sharbatni oldin shunday kirasizlar ichkariga. Keyin shunday kirib turib, mana toshqanamiz. Hop, somsalarimiz aka mana tayyor pishdi akalar. Olis chiroyli qilib beramiz. Saboy mashina o'tiribsizlar mana deb. Katta somsalarimiz ham pishdi. Go'shtli akalar, somsa. Akalar shashliklarimiz ham yog'li qilibman. Lo'likan, yog'siz qilibman. Mana tovuqlarimiz bor. Tovuq shashlik file bilan qanot bor. File bilan qanotimiz xudo xolasa abiddan keyin chiqadi. Akalar ovqatlarimiz ham tayyor. Bo'lma sho'rva. Osh tayyor, toshgan osh. O'rmalar bor. Taomimiz ham tayyor. Oxirgi ovqatimiz shu. Akalar bularni hammasi talabda bo'ladi. Kech paytgi go'sht ovqatlarimiz bo'ladi. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Hop, manzilimizni yana qaytadan tushuntirib o'taman. Mana 222 yo'ldan kelishdi. Sholdiraman milliy taomlari yozib qo'yganmiz o'zimiz. Shunday masjiddan kelishdi mana. Sharbatni oldin shunday kirasizlar ichkariga. Keyin shunday kirib turib. Mana. Qapason qara uzilib o'pti. O'rma tomchi somsalarimiz. Kartoshka, ko'k, asarti, avashno, go'shtliklari ham bor. Kim har qanaqasini tanlasa, o'shanaqasi bor. Shashliklar ham bor, hamma yo'q bor, xudo xolasa. Hamma yo'qimiz xudo xolasa o'tadi inshaalloh. O'sha mashhur Ibn Sino retsept bo'yicha sho'rvalar. Mana. Katta ustalar mana shu yerda.